Eron harbiy mashg'ulotlarni boshlab yubordi. Eron harbiylari Hormuz bo'g'ozida muzokaralar oldidan keng ko'lamli harbiy dengiz mashqlarini boshlab yubordi. Ushbu mashg'ulotlar dengiz kuchlarining ehtimoliy harbiy va xavfsizlik tahdidlariga tayyorgarligini baholash maqsadida tashkil etilgan. Mashqlarning korpusning bosh qo'mondoni general-mayor Muhammad Pakpur shaxsan kuzatgan. Aynan bu jarayon AQSh tomonidan kuchayib borayotgan bosimlarga to'g'ri kelgan. AQSh rahbari Donald Tramp oxirgi haftalarda Eronni ommaviy noroziliklarni qattiq bostirgani ortidan bir necha bor harbiy zarba bilan tahdid qilgan. Shuningdek, Washington muzokaralar muvaffaqiyatsiz tugasa, harbiy ssenariy ham ko'rib chiqilishini bildirib, mintaqaga ikkinchi zarba guruhini yuborgan. Qolaversa, Eron Oliy milliy xavfsizlik kengashi kotibi Larijonining bildirishicha, biz Amerika bilan muzokaralar olib bormoqdamiz, ammo Isroil hamma narsani barbod qilish uchun aralashmoqda degan. Qo'shimcha qilib, Isroil mintaqada buzuvchi rolini o'ynamoqda. Uning nafaqat Eronga, balki Qatar, Saudiya Arabistoni va Turkiyaga ham qarshi rejalari bor. Mintaqaviy siyosatchilar muammo Eronda emas, balki Isroilda ekanligini tushunishlari kerak. Agar amerikaliklar bizga tahdid qilsalar, ularga qarshilik ko'rsatiladi. Eron to'liq tayyor, lekin u urush izlamayapti. Agar bizga urush majburan berilsa, biz javob beramiz. O'tmishdagi tajribamni hisobga olsak, dushman yana urushni xohlashiga shubha qilaman, lekin biz har qanday ssenariyga tayyormiz deya so'zlagan Milliy xavfsizlik kengashi kotibi. Avvalroq esa Netanyahu Eron bilan kelishuvga qanday shartlar asosida rozi bo'lishini bildirgan edi. Shartlarga ko'ra, Eron barcha uranni olib tashlash va barcha boyitish inshootlarini demontaj qilishni, raketalarning Isroilga yetib borishiga yo'l qo'ymaslik uchun ularning masofasini 300 kilometr bilan cheklashni hamda terror o'qini demontaj qilishni aytdi. Qolaversa, Netanyahuning bu shartni bildirganiga ko'p o'tmay, CBS News Donald Trump dekabr oyida Netanyahuga agar Eron bilan Washington va Tehron o'rtasidagi yadroviy muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlansa, Isroilning Eronning ballistik raketa dasturiga zarbalar berishini qo'llab-quvvatlashini aytganini ma'lum qildi. Shundan so'ng AQShning harbiy va razvedka rasmiylari AQShning Isroilga qanday yordam berishi mumkinligi haqida ichki muhokamalarni boshladi. Bunga havoda yonilg'i quyish bilan ta'minlash va parvoz yo'laklari uchun ruxsatlarni kafolatlash ham kirishi ta'kidlangan. Shuningdek, Jeneva shahrida Eron va AQSh o'rtasida 17 fevral kuni Ummon vositachiligida muzokaralarning ikkinchi raundi o'tishi rejalashtirilgan. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Jenevaga adolatli va teng huquqli kelishuv bo'yicha aniq takliflar bilan kelganini aytgan hamda tahdidlar oldida taslim bo'lish mumkin emasligini ta'kidlagan. Washington muzokaralar doirasiga Eronning raketa dasturi va mintaqadagi qurolli guruhlarni qo'llab-quvvatlashi masalasini ham kiritishni istamoqda. Tehron esa faqat yadroviy dastur muhokama qilinishi kerakligini bildirmoqda.